Ikki yana kuchli parterchilar hozir oktagonga chiqib kelishmoqda. Ibrohim Azamatov ko'k burchakda jang olib boradi. Raqibi Mustafo Saminov. Dmitriy Serdikov. Refil. Tog'ich bo'lishi kerak, reglamentda bor. So'nggi ko'rsatmalar. Zafar Rajabov Bobur Qo'ziboyev bilan birgalikda diqqat bilan kuzatishyapti mana shu jangni. Yuzga zarba berib yubordi, tayin qilmadi, lekin yuzga zarba o'tdi va jang parterga o'tmoqda. Mustafo Saminov takedown amalga oshirdi, lekin garddan hujum qilish biroz qiyinroq. Aksincha, gardda passiv holatda bo'lgan sportchi qulayroq vaziyatga ega bo'lishi mumkin. So'rish burchak holatiga ham o'tadi. Qolaversa, o'sha armbarga ham o'tishga urinib ko'radi, oyog'ini baland ko'taryapti. Bobur Qurbonov bu tarafda ko'rsatma beryapti. Low kick. Qora qismiga yana bir zarba, takedown. Endi Habgardga o'tishga harakat qilyapti. Yo'q, bo'lmadi. Qashqadaryo viloyat vakili ham anoylardan emas ekanligini ko'rsatmoqda mana shu vaziyatda Ibrohim Azamatov. Bog'layapti. Bobur. Qurbon ajoyib ko'rsatmalar beryapti. Oktagon chetiga olib boradi. Oktagon chetiga olib bordi. Va yana turgan holatda o'tmoqda jang. Ha, yon taraflama nazorat yoki hech bo'lmasa Habgardga o'tsa ham chiqib ketadi vaziyat, ammo har safar gardni yopishga uryapti. Qashqadaryo viloyat vakili. Qancha zarbalar yana va yana jangni pardoz tashkil qildi. Mana endi yon taraflama nazorat endi to'liq emas, chunki qo'li qolib ketdi. Ikkala qo'li ham yozib qolib ketdi. Chiqarib oldi va yana gard yopilyapti. Hozirroq jang olib borish kerak deb aytdi. Usulga tushmaslikning yo'lini topyapti qolaversa, mana bunday tarzda hozir yon taraflama nazoratga yoki Habgardga o'tish ko'rdi.
Yana bir bor urinish amalga oshiryapti. Qanday texnik harakati. Raqibni biroz o'zidan uzoqlashtirib, aylanib o'tishga urinmoqda. Saminov. Mustafo. Bu yerda esa Arimbarga bo'lgan harakatni kuzatyapmiz. Qo'l chiqariladigan bo'lsa, hozir buncha holat yuzaga keladi. Agarda hozir oyog'ini o'tkazib bo'lsa, yo'q, yon taraflama nazorat ekan. Jang davom etadi va bir qo'li qani, bir qo'li qayerda? Yo'q. Gard hamon. Gardda. Yana tik turgan holatda o'tkazilmoqda jang. Zarbalar yog'dusi va bo'ldi. Jang yakuniga yetmoqda. Mustafo Saminov qo'li baland ko'tarilmoqda.